Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ishlovchi pensionerlar pensiyasini oshirish, ya'ni ish staji va ish haqqi hisobidan pensiyani qayta hisoblatish masalasi. Bu mavzu ayniqsa hozir pensiya olib turib, baribir ishlayotgan ota-onalarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun juda dolzarb. Chunki ko'pchilik odam ishlayapti. Oylikdan soliq va badallar ushlanyapti. Lekin pensiyam o'zidan oshadimi yoki ariza yozishim kerakmi? Qayerga boraman? Qanday hujjat kerak degan savollar juda ko'p. Men bugun masalani oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntiraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitib chiqing. Chunki bitta ariza yozilmagani sababli odamlar oyma-oy qo'shimcha puldan bexabar qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va ijtimoiy mavzularni men doim sodda qilib tushuntirib boraman. Avvalo bir narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya tayinlangandan keyin ham odam ishlashda davom etsa, uning keyingi ishlagan davri pensiya uchun umuman ahamiyatsiz bo'lib qolmaydi. Ya'ni pensioner men pensiyaga chiqdim, endi qancha ishlasam ham pensiyamga ta'siri yo'q deb o'ylashi noto'g'ri. Amalda ayrim holatlarda ishlovchi pensionerning keyingi ish staji, to'langan daromadlari, mehnat faoliyati pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Ilgari ko'pchilikda shunday tushuncha bor edi. Pensiya bir marta tayinlanadi. Keyin faqat umumiy indeksatsiya bo'lsa, ya'ni davlat pensiyalarini oshirsa, shunda ko'tariladi. Masalan, prezident farmoni bilan barcha pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, sizniki ham oshadi. Lekin individual qayta hisoblash, ya'ni aynan siz ishlaganingiz uchun pensiyangiz qayta ko'rilishi masalasi ko'pchilikka noaniq bo'lgan. Hozir esa fuqarolar o'z huquqini bilishi kerak. Agar siz pensiya olib turib ishlagan bo'lsangiz, mehnat faoliyatingiz rasmiy bo'lsa, daromadingiz tegishli tartibda hisobga olingan bo'lsa, pensiyani qayta hisoblash uchun murojaat qilish huquqingiz bor bo'lishi mumkin. Eng muhim joyi, ko'p holatda bu ish o'z-o'zidan emas, ariza asosida amalga oshadi. Ya'ni odam davlatning o'zi biladi. Hamma ma'lumot kompyuterda bor-ku deb kutib o'tirmasligi kerak. Hozir elektron bazalar rivojlangan, ish staji, ish haqi, soliq ma'lumotlari raqamlashtirilgan. Lekin baribir sizning murojaatingiz masalani harakatga keltiradi. Bu yerda ikki turdagi oshirishni ajratib olish kerak. Birinchisi umumiy oshirish. Bu hamma pensionerlarga tegishli bo'ladi. Masalan, pensiyalar 10% ga oshirildi deyilsa, ishlaydigan ham, ishlamaydigan ham shundan foydalanadi. Ikkinchisi qayta hisoblash. Bu sizning shaxsiy holatingizga bog'liq. Siz pensiyaga chiqqandan keyin ham ishladingizmi? Qancha ishladingiz? Rasmiy ishladingizmi? Sizga oylik hisoblanganmi? Staj qo'shildimi? Hujjatlarda xatolik yo'qmi? Bugungi videoning asosiy mazmuni aynan shu ikkinchi masala. Ariza yozamiz va pensiyani qayta hisoblatamiz. Endi aniq aytaman. Kimlar bu masalada albatta o'ylanishi kerak. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olib, lekin korxonada, tashkilotda, maktabda, bog'chada, shifoxonada, xususiy firmada yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati ishlayotganlar. Masalan, erkak kishi 6 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin keyin yana 2 yil qorovul bo'lib ishlagan. Yoki ayol kishi 55 yoshda pensiya tayinlatgan, keyin maktabda o'qituvchi bo'lib yana 3 yil ishlagan. Mana shunday holatlarda keyingi mehnat davri pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi guruh, pensiya tayinlanganda staji to'liq hisobga olinmaganlar. Bunday holat juda ko'p uchraydi. Masalan, odamning eski mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira, sana noto'g'ri. Tashkilot nomi o'zgargan, arxivdan ma'lumotnoma topilmagan. Natijada pensiya tayinlanganda 30 yil emas, 27 yil staj hisoblangan. Keyin odam arxivdan ma'lumot topadi yoki elektron bazaga qo'shimcha ma'lumot kiritiladi. Shunda qayta hisoblash uchun albatta murojaat qilish kerak. Uchinchi guruh, pensiya tayinlangandan keyin yuqoriroq maosh olgan holda ishlaganlar. Chunki pensiya miqdoriga faqat staj emas, ish haqi ham ta'sir qilishi mumkin. Albatta buni har bir odam bo'yicha alohida hisoblash kerak. Chunki hamma holatda ham oshish katta bo'lmaydi. Lekin yuqori oylik olgan, rasmiy daromadi yaxshi bo'lgan pensionerda qayta hisoblash foydali bo'lishi ehtimoli yuqori. 4-guruh, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan bog'liq murakkab holatlar. Bu yerda qoidalar alohida bo'lishi mumkin. Shuning uchun oddiy yoshga doir pensiyaga o'xshatib yubormaslik kerak. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, aynan sizning pensiya turingiz bo'yicha yozma tushuntirish so'rashni maslahat beraman. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiya tayinlangandan keyin
umuman ishlamagan bo'lsangiz. Siz uchun ishlaganim uchun qayta hisoblash masalasi yo'q. Sizda faqat umumiy oshirishlar bo'ladi. Yoki siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz, masalan, tanishning do'konida naqd pulga yordam bergansiz, lekin mehnat shartnomasi yo'q. Soliq hisobotida daromad ko'rsatilmagan, staj yurmagan bo'lsa, buni pensiya qayta hisobiga kiritish qiyin. Pensiya tizimi og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 61 yoshli erkak 2022 yilda pensiyaga chiqqan. Pensiyasi 1 million 800 ming so'm qilib tayinlangan. U pensiyaga chiqqandan keyin ham korxonada texnik xodim bo'lib ishlashda davom etgan va 2 yil davomida o'rtacha 3 million so'm rasmiy maosh olgan. Endi savol, u qayta hisoblashga ariza bersa, pensiyasi albatta 500 ming so'mga oshadimi? Yo'q. Bunday kafolat yo'q. Lekin uning qo'shimcha staji va daromadi hisobga olinib, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Natijada masalan 1 million 800 ming so'mdan 1 million 900 ming so'mga yoki 2 million so'mga chiqishi mumkin. Ba'zida o'shi kichik bo'ladi, ba'zida sezilarli bo'ladi. Asosiy gap shundaki, odam murojaat qilmasa, bu imkoniyatdan foydalanmasligi mumkin. Ikkinchi misol, Samarqandlik ayol 25 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin maktabda o'qituvchi bo'lib, yana 4 yil ishlagan. Pensiya tayinlanganda uning 25 yil staji hisobga olingan. Keyingi 4 yil qo'shilsa, umumiy staj 29 yil bo'ladi. Bundan tashqari o'qituvchilik ish haqi rasmiy bo'lgan. Bu ayol men ishladim, oyligimdan hamma ushlanmalar bo'ldi. Endi pensiyamga ta'sir bo'lishi kerak deb ariza yozsa, pensiya jamg'armasi uning ish staji va daromadini ko'rib chiqadi. Agar qonuniy asos bo'lsa, pensiya qayta hisoblanadi. Uchinchi misol, bir kishi pensiyaga chiqqach bozorda savdo qilgan. Lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan, soliq to'lamagan, hech qayerda rasmiy ko'rinmagan. U 5 yil ishlagan bo'lsa ham pensiya jamg'armasiga borib, men 5 yil ishladim desa savol tug'iladi. Buni qaysi hujjat tasdiqlaydi? Guvohlar bormi? Shartnoma bormi? Soliq ma'lumotlari bormi? Mehnat daftarchasi bormi? Agar yo'q bo'lsa, qayta hisoblashda muammo bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya yoshida ham ishlasangiz, rasmiy ishlang. Bugun rasmiy ish biroz noqulay ko'rinsa ham, ertaga pensiya, kredit, tibbiy sug'urta, huquqiy himoya masalasida sizga yordam beradi. 4-misol. Bir opa pensiyaga chiqayotganda 1990-yillardagi ish joyi hisobga olinmagan. Chunki tashkilot tugatilgan, arxiv ma'lumoti topilmagan. Pensiyasi kamroq chiqqan. Keyin qarindoshlari arxidan hujjat topib berishgan. Ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shash buyrug'i, ish haqi vedomosti. Mana shu hujjatlar bilan murojaat qilinsa, nafaqat keyingi ishlagan davr, balki avval hisobga olinmagan staj ham qo'shilishi mumkin. Bunday holatda pensiya sezilarli o'sishi ehtimoli bor. Endi eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi noziklik, pensiyani qayta hisoblash uchun faqat men ishladim degan gap yetmaydi. Rasmiy asos kerak. Mehnat shartnomasi, elektron mehnat daftarchasi, ish beruvchining hisobotlari, soliq organlaridagi daromad ma'lumotlari, arxiv ma'lumotnomalari, buyruqlar, oylik hisoblanganligi haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hozir ko'p narsa elektron bazada bor. Lekin eski davrlar uchun qog'oz hujjat hali ham muhim. Ikkinchi noziklik, pensiya qayta hisoblanganda har doim ham juda katta o'sish bo'lmaydi. Ba'zi odamlar men 1 yil ishladim, pensiyam kamida 300 ming so'm o'sishi kerak deb o'ylaydi. Bunday emas. Pensiya formulasi murakkab. Staj, ish haqi, pensiya tayinlangan davrdagi mezonlar, eng kam pensiya miqdorlari, qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, cheklovlar, umumiy koeffitsiyentlar ta'sir qiladi. Shuning uchun natija har bir odamda boshqacha chiqadi. Lekin o'zgina o'sish ham har oy davom etadigan daromad. Masalan, pensiya 20 ming so'mga oshsa, 1 yilda bu 20 million ming so'm degani. Bu pulni nega qo'ldan boy berish kerak? Uchinchi noziklik, murojaat sanasi muhim. Ko'p hollarda qayta hisoblash ariza berilgan sanadan yoki belgilangan tartibdagi muddatdan boshlab amalga oshiriladi. Shuning uchun keyinroq boraman, 1-2 yil kutaman deyish foydali emas. Agar huquqingiz bo'lsa, bugun tekshirtiring. Chunki vaqt o'tishi bilan hujjat topish qiyinlashadi, ish beruvchi yo'q bo'lishi mumkin, arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin, mas'ul xodimlar almashadi. 4-noziklik, ishlovchi pensionerning pensiyasi qayta hisoblanganda uning hozirgi ish joyi bilan kelishmovchilik bo'lmasligi kerak. Ba'zi pensionerlar ariza bersam ish beruvchimga muammo bo'ladimi deb qo'rqadi. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz va hammasi qonuniy bo'lsa, bu normal jarayon.
Aksincha ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirgan bo'lishi kerak. Agar pensiya jamg'armasi qo'shimcha ma'lumot so'rasa, ish beruvchi oylik, lavozim, ishga qabul qilingan sana bo'yicha ma'lumotnoma berishi mumkin. 5-noziklik. Pensiya tayinlanganda ba'zi davrlar stajga kiradi. Ba'zilari kirmaydi yoki alohida tartibda hisoblanadi. Masalan, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, o'qish davri, ayrim imtiyozli kasblar. Zararli mehnat sharoitidagi ishlar bo'yicha qoidalar farq qilishi mumkin. Shuning uchun agar sizda oddiy ish emas, imtiyozli yoki maxsus mehnat faoliyati bo'lgan bo'lsa, masalani yanada sinchiklab tekshirtiring. Ko'pincha odamlar aynan shu joyda pul yo'qotadi. Imtiyozli staj oddiy staj sifatida kiritilib qoladi yoki umuman hisobga olinmaydi. 6-noziklik. Pensiya miqdorini qayta hisoblashda avvalgi pensiya kamayib qolishidan odamlar qo'rqadi. Odatda odamning pensiyasini qayta ko'rib chiqishdan maqsad uning huquqini yaxshilashdir. Lekin hujjatlarda xatolik aniqlansa, masalan, ilgari noto'g'ri ortiqcha hisoblangan narsa topilsa, murakkab vaziyat tug'ilishi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilaman, ariza berishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limida mutaxassisdan dastlabki maslahat oling. Mavjud hujjatlarni ko'rsating. Qayta hisoblashda qaysi davrlar qo'shiladi? Taxminiy ta'siri qanday bo'ladi deb so'rang. 7-noziklik. Ariza og'zaki emas, yozma yoki elektron shaklda bo'lishi kerak. Siz bo'limga borib so'radingiz, xodim sizga tegishli emas ekan dedi. Siz qaytib keldingiz. Keyin ma'lum bo'ldiki, aslida sizda huquq bo'lgan. Og'zaki gapni isbotlash qiyin. Shuning uchun imkon qadar arizani rasmiy topshiring. Qabul qilinganligi haqida belgi, ro'yxat raqami yoki elektron tasdiq oling. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam o'zingizning mehnat tarixingizni tekshiring. Pensiyaga chiqqan sanangizni yozib oling. Shundan keyin qayerlarda ishlagansiz, qaysi sanadan qaysi sanagacha lavozimingiz qanday bo'lgan, oylingiz rasmiy bo'lganmi, mehnat shartnomangiz bo'lganmi? Bularni ro'yxat qilib chiqing. Masalan, 2021 yil sentyabrdan 2023 yil 3-iyungacha maktabda o'qituvchi, 2023 yil iyuldan hozirgacha xususiy firmada hisobchi. Shu tarzda aniq yozing. Ikkinchi qadam hujjatlarni to'plang. Pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchangiz bo'lsa, uni oling. Elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumotlarni ham tekshirtiring. Ish joyidan ma'lumotnoma oling. Qaysi sanadan ishlayotganingiz, lavozimingiz, ish haqi hisoblanganligi, buyruq raqamlari. Agar eski tashkilot bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tganlik, soliq to'lovlari va daromadlar bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladi. 3-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Odatda fuqaro yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boradi. Hozir ayrim xizmatlarni davlat xizmatlari markazi yoki elektron portallar orqali ham olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin agar holatingiz murakkab bo'lsa, men shaxsan bo'limga borib mutaxassis bilan gaplashishni foydali deb bilaman. Chunki siz hujjatlarni birma-bir ko'rsatasiz. Xodim qaysi joyga yetishmayotganini aytadi. 4-qadam, ariza yozing. Arizada murakkab iboralar shart emas. Eng muhimi, talab aniq bo'lsin. Masalan, ariza mazmuni shunday bo'lishi mumkin. Men falonchi yoshga doir pensiya oluvchi sifatida pensiyam tayinlangandan keyingi mehnat faoliyatim hamda qo'shimcha ish stajim va daromadlarimni hisobga olgan holda pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Pensiya tayinlangan sana. Falon sana. Pensiyaga chiqqanimdan keyin falon tashkilotda falon sanadan falon sanagacha ishladim. Tegishli hujjatlar ilova qilinadi. Shundan keyin hujjatlar ro'yxatini yozasiz. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqidagi ma'lumotlar va hokazo. Arizani 2 nusxada tayyorlash yaxshi. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. Agar elektron topshirsangiz, tasdiqni saqlab qo'ying. 5-qadam, javob muddatini nazorat qiling. Davlat organlariga murojaat qilganingizda arizangiz belgilangan tartibda ko'rib chiqilishi kerak. Agar qo'shimcha hujjat so'ralsa, imkon qadar tez yetkazib bering. Agar sizga rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma bo'lishini so'rang. Sizga bo'lmaydi degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javobda qaysi modda, qaysi asos, qaysi hujjat yetishmayotgani ko'rsatiladi. Shundan keyin siz xatoni tuzatishingiz yoki yugurib turuvchi organga shikoyat qilishingiz mumkin.
Oltinchi qadam, hisob kitobni tekshiring. Pensiyangiz oshgan bo'lsa, yangi miqdor qachondan boshlab to'lanishini aniqlang. Masalan, ariza bergan oydanmi, keyingi oydanmi, boshqa sanadanmi? Agar o'tgan davr uchun qo'shimcha to'lov chiqsa, uni qachon berishlarini so'rang. Har oy pensiya kartangizga tushayotgan pulni kuzating. Ba'zida odamga qaror chiqariladi, lekin amalda bank kartaga tushgan summani tekshirmaydi. Har doim nazorat qiling. 7-qadam, hujjatlarning nusxasini saqlang. Bu juda oddiy maslahat, lekin eng foydalisi. Pensiya masalasida har bir ma'lumotnoma, har bir ariza, har bir javob xati kerak bo'lib qolishi mumkin. Alohida papka qiling, pensiya hujjatlari deb. Ichiga pensiya tayinlangan qaror, mehnat daftarchasi nusxasi va arxiv javoblari, ish haqi ma'lumotnomalari, qayta hisoblash arizasi va javoblarini joylang. Farzandlaringizga ham qayerda turganini aytib qo'ying. Birinchi xato o'zi avtomatik o'shadi deb kutish. Umumiy o'shish avtomatik bo'lishi mumkin, lekin sizning shaxsiy qayta hisobingiz uchun murojaat kerak bo'lishi ehtimoli katta. Shuning uchun kutib yurmang. Ikkinchi xato norasmiy ishni staj deb o'ylash. Agar hujjatda yo'q bo'lsa, pensiya tizimi uchun bu ishni isbotlash juda qiyin. Ayniqsa pensioner bo'lib ishlayotganlar, iltimos rasmiylashtirishga jiddiy qarang. Uchinchi xato eski hujjatlarni tashlab yuborish. Ba'zi odamlar mehnat daftarchasi kerak emas, hammasi kompyuterda deb o'ylaydi. Yo'q, eski yillardagi ish faoliyati uchun mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, buyruqlar juda muhim. Hujjatni yo'qotmang. 4-xato faqat bitta xodimning og'zaki gapiga ishonish. Men davlat xodimlarini yomonlamoqchi emasman, lekin inson omili bor. Kimdir charchagan bo'lishi mumkin. Kimdir holatingizni to'liq tushunmagan bo'lishi mumkin. Agar masala siz uchun muhim bo'lsa, yozma murojaat qiling. Kerak bo'lsa, yuqori tashkilotdan tushuntirish so'rang. 5-xato arizani kechiktirish. Pensiya har oy to'lanadigan daromad. Bir oy kechiksangiz ham ehtimoliy oshirilgan summani bir oy keyinroq olasiz. Ayniqsa qo'shimcha stajingiz borligini bilsangiz, darhol harakat qiling. 6-xato hujjatlardagi sanalarni tekshirmaslik. Masalan, ishga qabul qilingan sana 2022 yil 1 yanvar bo'lishi kerak. Lekin ma'lumotnomada 2022 yil 1 iyun deb yozilib qolgan. Bu 5 oy staj yo'qoldi degani. Yoki familiyada bitta harf xato bo'lsa, hujjatni qabul qilishda muammo bo'lishi mumkin. Har bir sana, familiya, ism, otasining ismi, tashkilot nomini tekshiring. Yana bir muhim masala, pensiya hisoblashda faqat ishlagan yil emas, ish haqi ham rol o'ynaydi. Shuning uchun ish joyidan ma'lumotnoma olganda ishlagan degan bitta gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi holatda oylik daromadlar bo'yicha ma'lumot ham kerak bo'ladi. Ayniqsa yuqori oylik olgan bo'lsangiz, buni albatta rasmiy hujjat bilan tasdiqlating. Agar pensiya jamg'armasi pensiyani qayta hisoblashni rad etsa, vahima qilmang. Avvalo yozma javobni oling. Unda rad sababi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Masalan, qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat taqdim etilmagan. Ko'rsatilgan davr elektron bazada mavjud emas. Taqdim etilgan hujjat talabga javob bermaydi. Qayta hisoblash uchun qonuniy asos mavjud emas degan mazmunda bo'lishi mumkin. Agar hujjat yetishmasa, uni to'ldirasiz. Agar arxiv ma'lumoti kerak bo'lsa, arxivga so'rov berasiz. Agar ish beruvchi ma'lumotni noto'g'ri topshirgan bo'lsa, ish beruvchiga murojaat qilib tuzatish kiritishni so'raysiz. Agar siz rad javobini noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga, tegishli vazirlik tizimiga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Albatta, sud oxirgi chora, lekin katta summalar va ko'p yillik staj masalasida ba'zan bu yo'l ham o'zini oqlaydi. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odamlar rad javobini ko'rib, bo'lmas ekan deb qo'l siltaydi. Aslida esa bitta ma'lumotnoma yetishmagan bo'ladi. Yoki tashkilot nomi o'zgargani sababli hujjat bog'lanmay qolgan bo'ladi. Yoki eski familiya bilan yangi familiya o'rtasida nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqanidan keyin familiyasi o'zgargan, eski mehnat daftarchasida qiz familiyasi turibdi. Pensiya organi bu aynan o'sha shaxs ekanini tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Bunday nozik narsalar oddiy ko'rinadi, lekin pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz hozir pensiya olib turib ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan hujjatlarni tartibga keltiring. Mehnat shartnomangiz borligini tekshiring. Elektron mehnat tizimida ishga qabul qilingan sanangiz to'g'ri kiritilganmi? Lavozimingiz to'g'rimi? Oylik rasmiy ko'rsatilganmi? Shularni aniqlang. Chunki ertaga pensiyani qayta hisoblashda aynan shu ma'lumotlar kerak bo'ladi. Har yili kamida bir marta pensiya hujjatlaringizni ko'zdan kechiring.
men yana 1 yil ishladim. Bu stajim hisobga tushdimi deb o'ylang. Pensiya jamg'armasi bo'limidan maslahat olishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Pensiya bu sadaqa emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz, to'langan soliqlar. Jamiyatga qo'shgan hissangiz natijasida shakllanadigan ijtimoiy ta'minotdir. Agar sizning ota-onangiz yoki yaqin qarindoshingiz ishlovchi pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntirib bering. Ko'p keksalarimiz hujjat ishidan cho'chiydi. Ular bolam shunga arziydimi deyishi mumkin. Arziydi. Chunki hatto kabani 1000 so'm, 100 ming so'm oshsa ham bu har oy keladigan pul, dori-darmon, kommunal to'lov, yo'l kira, oziq-ovqat uchun katta yordam. Demak, asosiy fikr shuki, agar siz pensiya olib turib rasmiy ishlagan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta hisoblatish imkoniyatini tekshirtiring. Bu ish ko'p hollarda ariza bilan boshlanadi. Hujjatlaringizni to'plang. Ish staji va ish haqi ma'lumotlarini tartibga keltiring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Arizani rasmiy topshiring va javobini nazorat qiling. Eng muhimi, o'z huquqingizni bilmaslik sababli puldan quruq qolmang. Bugun kichik ko'ringan qayta hisob ertaga oilangiz budjetiga sezilarli yordam bo'lishi mumkin. Sizlarda shunday holat bo'lganmi? Pensiya olib turib ishlagansizmi? Qayta hisoblashga ariza berganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Tajribangizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, mehnat huquqlari va davlat xizmatlari bo'yicha eng kerakli mavzularni sodda tilda tushuntirib beraman.